Rus tili bo'yicha sertifikat olishga qiynalyapsizmi? Unda biz sizga yordam beramiz. Bundan tashqari, reyestrdan chiqarish va patent olishdagi boshqa muammolarni hal qilamiz. Xizmat haqqi esa ish bajarilgandan keyin amalga oshiriladi. Murojaat uchun WhatsApp va imo orqali bog'lanishingiz mumkin. Hype turnirida bo'lgan kelishmovchilik bo'yicha bitta munosabatimni yana bir bildirib o'taman. O'zbekistonlik muxlislar juda ham katta xato qilyapsizlar. Bitta bayisda qilgan ishini deb butun Dog'iston, Checheniston millatini haqorat qilib tashyapsizlar. O'zlaring ham bilasizlar, bu narsani tushunsanglar kerak, noto'g'ri narsaligini. Aytishlaring mumkin, qo'rqyapsanmi yoki tarafini olyapsanmi, paxta qo'yyapsanmi? Yo'q do'stlar, men paxta qo'ymayman, ulardan qo'rqmayman. Prosta sal farosatni ishlatish kerak bu yerda. Bitta bayisda qilgan ishini deb butun millat haqorat qilmaslik kerakligi haqida o'zlaring ham tushunsanglar kerak. Men hozir videoyimda, bundan oldingi videoyimda sal Islom Maxachev Iyengeriga qarshi ozgina qiynalishi mumkin deganimda qancha menga nisbatan negativ yozyapsizlar. Endi xuddi shuni davlatidan bo'lgan bayislar nimadir qilib qo'ysa, butun shu Dog'iston millatini haqorat qilyapsizlar. Bu qanchalik sizlarni bir farosatlaringga to'g'ri keladigan narsa, shu yomon komment yozayotganlar, shu so'kib yozayotganlar. Bu birinchidan. Men aytgan edim, ikkita bayis o'rtasida bo'layotgan konflikt ko'pi kelishuv bilan bo'ladi deganman. Ba'zida bitta bayis bilan kelishiladi. Boyna bittasi TikTok'imda, premyer efirimda yozyapti. Siz aka Abbi kelishgan degan edingiz, noto'g'ri gapiribsiz. Men hech qachon Abbi bilan sopernikga kelishgan demaganman. Aytganman sizlarga, o'tgan videoyimda aytgan edim. Sopernikka aytiladi, borasan, ozgina shov-shuv qilasan deydi. Yoki-da bayis aytadi, men ozgina shov-shuv qilaman, menga xalaqit berma deyiladi. Lekin bu taraf aytadi, travma berib qo'yma faqat deydi. Jiddiy janjalga aylanib ketmasin deydi. Mana isbotini ko'rib turibsizlar. Jiddiy janjalga aylanmadi. Hech kim travma olmadi. Bitta udar yeyilgan bo'lishi mumkin yoki kurashga kirilishgan bo'lishi mumkin. Abbiga boydan oldin kelib tashlanishyapti, lekin Abbi boyga chiqish kerak edi. Abbiga jiddiy travma berishmayapti. Unaqa maqsad ham yo'qligi shunday bilinib turibdi. Tashlanishidan oldin kameralar yoqilgan, hamma narsa tayyor narsa turibdi. Bu narsa kelishilgan, tayyorligi shunday ko'rinib turibdi. To'g'ri, Abbini bundan xabari bo'lmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu narsa oldindan tayyorlanganligi shunday ko'rinib turibdi. Nima desanglar deylar. Prosta do'stlar, mana bu sizlarni qiziqtirish uchun, sizlarning e'tiborlaringizni tortish uchun qilinayotgan mamlaqa narsalarga butun millat haqorat qilib tashlash yaxshi narsa emas. Tasavvur qiling, O'zbekistonda shunaqa narsa bo'lib qoldi. O'tgan safar bo'ldi. Sizlar bildinglarmi, bilmadinglarmi bilmadim, lekin juda ham haqorat qilishdi O'zbekistonliklarni. Bizga yoqmadi, menga yoqmadi. Ruschani tushunadigan, o'qiydigan, biladigan odamlarga yoqmadi bu narsa. Endi tasavvur qilinglar, sizlar ham aloqasi yo'q odamlarni ham so'kiyotibsizlar. Bu qanchalik to'g'ri? Men to'g'ri ma'noda tushunasizlar degan umiddaman. Baribir bilaman, ichingdan bitta beparasat chiqadi hozir, yozadi hozir negativ kommentariy, lekin meni tushunayotganlar tushunib turibdi nima haqida gapirayotganligimni. Sportni millatlar aro, millatparastlikka, millatga qarshi bir gaplarga aylantirib yubormaylar. Salomat bo'linglar.